Hammaga assalomu alaykum kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Bugun Farg'ona viloyati Buzoyda tumani Yangiqo'rg'on chorva bozoriga kelganmiz. Xunajillarda narx-navolarni qo'ldan kelgancha ko'rsatib yorib beramiz. Bugun haftaning yakshanba kuni 1-mart. Bozor narx-navolarni qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraveramiz. Videodan obuna bo'lib, like bosib qo'yaverasizlar, kommentariyadan qoldiraverasizlar. Biz bozor narx-navosini so'rab bilaveramiz. Mana shu rossiyskiy parodalar bilan boshlaymiz. Nech pul aytishyapti? Bitta oldim. Nech puldan qilishdi bilamiz. Mana najillar. Aka qancha aytyapsiz? 45 million narx aytishyapti, kami bor ekan. 45 million kami bor. Savdosi bo'ldimi? Bo'lyapti. 41 million, 40 million atrofida shunday. Savdosi bo'lyapti ekan. Aka bular yoshdan o'tganmi? Ha, yoshdan. Bunisi yoshdan aziyat, mana bu yoshdan bo'ldi. Bittasi yoshidan o'tib, bittasi endi yetyapti ekan yoshiga. Aka har doim mollar bo'ladimi shunaqasida? Buyuring. Ha, ayting. 90lik, 588, 42 57 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Qolgan ma'lumotlarni o'zlaridan olasizlar. Biz sizga bittadan like bosib qo'yasizlar. Biz keyingisini ko'rsatishda davom etaveramiz. Mana yana juda ham chiroyli go'zallaridan. Najillar. Juda ham toza, sifatli najillar. Mashlarda hozir ma'lumotini olamiz. Aka sizlardami ekan bular? Sizlarni? Hormanglar. Nech puldan aytyapsizlar bu chiroyli mollarni? Ko'rsatmayman. Jupiga 58 deyapmiz. Jupiga 58 million. Aka bular yoshidan o'tgan, ha? Yo'q, endi yoshiga yetyapti. Endi yetyaptimi? Ha, mana. Rossiyskiy paroda, ha? Nima qilishdi bozor? Bunisi 30 qildi o'zini alohida. Alohida 30 qilishdi. Jupiga 53,5. Jupiga 53,5 qilishibdi. Mana keyingisi. Chiroyli mollar ekan. Bularni sigir qilib olsalaring, o'ta ham zo'r bo'ladi, xohlasa, yaxshi sut beradi. Bilasizlar, rossiyskiy parodalar yaxshi sut beradi. Aka, tirikchilikmi? Har doim bo'ladi mollar. Shuna sifatlilardan yana bo'ladi. Motilib ketmasa. Kimga nechta kerak bo'lsa tam beramiz. Nomer necha aka? 88 88 205 55 15 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Qolgan ma'lumotlarni o'zlaridan olaverasizlar. Sizga esa bittadan like bosib qo'yaverasizlar. Biz ko'rsatishda davom etaveramiz. Aka bozorlarni bersin. Mana yurib ketdim. Mana yerda yana bor ekan. Najillarni sifatlilaridan. Qanchadan so'rayapsiz bularga? 30 million qilyapti aka. Jupiga 30 million. Mana yosh ekan, bular necha oylik bo'ldi bular? 7 oylikdan. 7 oylikdan 30 million savdosi bo'lyapti ekan. Mana orqalaridan yaxshilar ko'rsatdim. Mana. Sifati yaxshisidan ko'rsataveraman, xudo xolasa. Mana. Dehqonchilik, tirikchilikmi? Tirikchilik. Yana bo'ladi, bundan tashqari shunaqa go'zallardan, ha? Mana molni ko'ringlar, o'ta ham toza, chiroyli, sifatli mollar. 30 millionga bermabsizlar. Nech pul aytilishi o'zi? 33 kami bor. 33 kami bor. Yaqin qopda o'zi. Nech pul bo'lsa berib yuboriladi buni. 31 bo'lsa berib yuboriladi. 31 ga bo'lsa berib yuborilar ekan, ha? Mana. Nomer nechi? 77lik. Ha. 777 777 0943 0943 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Rahmat, bozor. Mana. Buni azizlarni zo'ridan. Aka hormang, qanchadan aytyapsiz bularga? Ha, bilmaysizmi narxini? Narxini bilishmas ekan. Keyingisini mana
Mana shunisi egalaridan ekan, bunisini ushlab turishibdi ekan, bunisini bilishmas ekan, bunisini o'zlariniki ekan. Nech pul ekan bu? 22 kami bor deyapti. 22 kami bor deyishyapti. Mana. Mana. Mana shu. 22 kami bor ekan. Aka bu tirikchilikmi uydagi? Tirikchilik. Necha oylik atrofida aka bu? Yoshiga 2 yil bo'lsa kerak. Bozor qildimi savdo? Savdo qilyapti. Qancha? 21 qilyapti, hozir 20 deyishyapti. 21 qilishgan ekan, endi 20 qilyapti. Bak, yaxshi ekan. Aka nomer qo'yalaymi? Nechi? 91lik. 91lik, 150, 150, 30, 97. 3097 ga murojaat qilaverasizlar, batafsil ma'lumotni o'zlaridan olaverasizlar. Mana shu yerda ham mana Toltayda o'ta ham chiroylilardan turadi, mana. Ko'rib, havas qilib, layklar bosaverasizlar, biz narx-navosini so'rab bilaveramiz. Mana munojilarning go'zallaridan. Aka qancha so'rayapsiz bunga? So'rayapti. 18. 18 million savdosi bo'lyapti ekan. O'z bahosi qancha o'zi? 21 kami bor. Mana. Aka necha oylik bo'lgan bu? Yo'nisi bilmaymiz-da, yog'och qilib. Ha. Akamiz ham olishgan ekan, mana tirikchilik. Hozir 10 oylik, 11 oylik deb qo'ysak, yog'och qo'yamiz-da. To'g'ri aka. Uni bilmaymiz. Akamizga tirikchilik ekan, nomerlarni berishsa olamiz. Aka qiziqqanlariga nomer 91lik, ha 91lik 740, 740 30 30 raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Aka yana bo'lami sotilib ketmasa? mana shular sheriklar sotdi. Mana ular sotildi. Nechdan ketdi? 18 16. Mana 18, 16, 15 shunaqadan sotilibdi. Kattasi ham, o kattasi 24 bo'libdi. Telefon qilaverasizlar. Mana akamiz. Dastlabkalari ham bor ekan. Taylari zo'r. Mana taglari ham yaxshi ekan, mana. Buzo. Mana. Buzo. Akam. Mana shu akamizdan. Telefon qilasizlar. Biz so'ramagan ma'lumotlarni o'zlaridan bilib gaplashaverasizlar. Mana. Keyingilarni ko'raveramiz. Ikkita sifatlidan. Aka nech pul so'rayapsizlar? Nech puldan aka? 22 hamdan bir joyga ekan. Bilasiz? O'tdi. Bilasiz? Najillarni gullaridan. Hozir savdolari bo'ldimi bilamiz. To'rov bitta joydamiki? To'rov 22 hamdan savdo qildimi yo narx aytilyapti? Savdo qilyapti. Aytilishi qancha o'zi bular? 40 bo'lyapti ikkalasi. 41 bo'lyapti. Ha, ikkovi. Ha. 40-41 bo'lyapti. Narilarichi. Aka savdolari qanaqadan bo'lyapti bular? 20 million 500 dan 3 tasi. 20 million 500 dan 3 tasi. Bittasi nech pul? 18. 18. Rossiyskiy paroda xunajillar. Aka tirikchilikmi? Tirikchilik. Ha, har doim bo'ladi mollar. Nomer qo'yalaymi? 90lik 107 40 97. raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Akamiz bilan gaplashib olishlaring mumkin. Mana ma'qul bo'lsa keyingilarni ko'raveramiz. Yana yoshlaridan, sifati yaxshilaridan ko'rsatishda davom etaveramiz. Aka nech puldan ekan bular? Bular 20 dan kam. 20 dan kami bor. Mana tushdi ekan-a soni. Bozor qanchadan beryapti? Bozor 19 18 yarim. 18,5 dan savdosi bo'lyapti ekan. Mana mollar o'ta ham go'zal, sifatli. Mana uchinchisi.
8,5 19. Aka qiziqqanlarga nomer qo'yalaymi? Nechi? 99lik. 490 Ha, 24 raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Rahmat. Mana yana. Smartfonlardan yana tutdi. Buni qaraydi. Aka qanchadan ekan bular? Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Aka nech puldan? 18, 19 kam bor. 18, 19, ikkovi 33 kami bor ekan. Hop. Aka savdo qilishdimi? Nech puldan bo'lyapti? 29 million so'radi ikkalasi. Ikkovini 29 million. Ikkalasini 32 qildi ikkalasi. 32 qilishibdi ikkovini. Mana oldilaridan ham ko'rsataman. Aka tirikchilikmi? Mana yosh, sifati kuchli hunarchilar. Mana. Aka nomer bormi qiziqqanlarga? Ha, 121, 121 71, 62. 71 62 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Mana mollar. Yana bitta yoshroq, chiroyli najm bor ekan. Shuni ham ma'lumotni olamiz. Aka, savdo bo'ldimi bugun? So'rab ketyapti. Nech pul qilishya eng balandi? 13,5 qilishdi. 13,5 ga so'rashdi mana shu najmda. Aytilishi qancha? 17 million. 17 million kami bor bo'lgan hunarchicha. Uylarchi, dehqonchilikmi aka? Yana bormi shunaqasidan? Yo'q, bitta bor. Nomer qo'yalikmi yo sotib yuborasizmi? 94lik. 94lik. 411 411 0787. 0787 0787. raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Mana akamiz bilan gaplashib, boshqa ma'lumotlarni, biz so'ramagan ma'lumotlarni akamizdan gaplashib olaverasizlar. Mana shu mol. Keyingi hunarchilikni ko'raveramiz. Bu ham yoshrog'idan, sifati zo'ridan. Nech pul ekan? Bu aka 26 million kam. 26 million kami bor bo'lgan hunarchilikcha. Orqasidan ham ko'rsatamiz. Mana uylarchi sifati zo'r ekan. Savdo qilishdimi bugun? Nech pul berdi bozor? 19 million savdosi bo'libdi. 20 pastda bitami? Ha, 20 tepasiga yursa ketadi. Nomer qo'yalikmi? Nechi? 91. Ha, 056 056 70 30. 70 30 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 15 ga olmasa, Keyingi hunarchilikni ko'ramiz. Mana shuni savdosi 15 ga savdo bo'lyapti. Mana qaranglar. Hunarchilik zo'r. Savdosi bo'lyapti. 15 million bozorda beryapti. Hozir ko'rsatdim, mana shu molda 15 ga savdosi bo'ldi, berishmadi. Aka, 15 ga savdosi bo'libdi, bermadingiz. Nech pul aytilishi o'zi? 20 million. 20 million kami bor ekan. Ko'ringlar. Bunaqasi o'ta ham zo'r. Aka tirikchilikmi? Tirikchilik. Yana bo'ladi shunaqalarda. Sotilib ketib qolsa, nomer qo'yalikmi? Aha. Ayting. 99lik. Ha. 986 1832. Raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Akamiz bilan batafsil gaplashib, ma'lumotlarni olaverasizlar. Biz ko'rsatishda davom etamiz. Yoshroqlaridan ko'rsatishni boshladim. Videodan like bosib qo'yaverasizlar. Bozor narx-navolarni ko'rsatib boraveramiz. 5 ta ekan soniga. Qanchadan ekan aka bular? O birinchi bilan chekkadayni 11,5 dan qilyapti ekan bularni. Mana kichkina 10 million qilyapti ekan. Aytilishi nech puldan kami bor? 14 dan deyapti kattalar. Kichkinalar 13. 14 dan kam bor, kattalari, kichkinalari 13 dan kam bor ekan. Mana shu hunarchilar. Ular yosh.
Akamizni hozir nomerlarni berishsa olamiz. Aka tirikchilik a? Tirikchilik. Har doim bo'ladi mollar. 10 ton bo'ladi, ana haliga meniki, 15 million qilyapti. 15 million qilib hozir ko'rsatdimi? Shuni ham mana. O'sha xonadi. Aka nomer nechi? Nomer 91lik. 91lik. 695 695 68 92. 68 92. Rahmat aka. Doim bo'lar ekan akamiz. Mana shu akamiz olib berishaveradi mol so'rasalar. Mana mashina savdo bo'lyapti ekan 15 millionga. Mana. Yaxshi ekan. 5 millionga savdo bo'lib turibdi. Savdo qilishyapti. Bundan kelgancha bozor narx-navolarni so'rab o'tdim. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Biz videolarimizga yakun yasaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.